din aldab qo'yadi hattoki. Bu qiziq gap ya'ni. Alloh uchun amal qilishlikdan kimnidir din aldab qo'yadi. Buning tasdig'i Alloh subhanahu va taolo yahudlarda keltiradi. Yahudlar amal qilmaydigan odam emas edi, yo'q qilar edi ular. Ular ko'p amallar qilar edi. Hattoki cherkovga kirib umrbod cherkovdan chiqmasdan, uylanmasdan, ayollari turmush qilmasdan ibodat qilib o'tardi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan paytda iymon keltira olmay qoldi. Kitoblarda o'qib o'tirishibdi, bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifati turibdi mana. Xuddi shu. Hattoki aytishadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tuya minadigan payg'ambar deb ham kelgan sifatlarda. Haqiqat Rasululloh odatda tuya minib yurardi. Ya'ni bunda ishora bor o kishining arab bo'lishligiga. Qayerdan chiqishligi, qayerga hijrat qilishligi hammasi bor. Lekin yahudlar iymon keltira olmayapti. Nega? Alloh taolo aytadiki, "Va gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Ular dinlarida o'zlaricha to'qib yurgan narsalarni ularni aldab qo'ydi. Din aldadi ular. Qanday qilib dinni aldadi desa, ular chunki yahudlar dinlarida o'zlaricha o'ylab yurishardiki, oxir zamondan chiqadigan shu payg'ambar bizdan chiqadi. U yahudiy dinidan bo'ladi u. Yahudiy millatining ichidan chiqadi u. Ya'ni dinni hayotiy dunyoga obro' qilib aldandi. O'tkinchi dunyo matohi uchun dinni obro' qildi, shundan haqdan mahrum bo'ldi. Bugun kundagi odamlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bir haqiqatlarni istab yuradi o'zicha, din diyonatni istab yuradi, lekin o'ylaydiki, o'sha haqiqatlar meni bola chaqam olib chiqadi shuni. Meni o'zimni urg'aymog'imdan chiqadi, meni o'zimni millatimdan chiqadi deb yuradi. So'ngra boshqa bir millatdan, boshqa bir urug'dan, boshqa bir toifa insonlardan chiqsa, o'sha sabab aldanadi, haqdan mahrum bo'ladi. Va gharrahum fi dinihim deyapti. Demak inson o'sha dinida aldanishligidir.